Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun men aytib qanmaydigan, sizlar anglab qanmaydigan yana shu Uyg'ur xalq cho'ychaklarimizni aytib beray-a. Undaqda umoqlarimning quluqi menda bo'lsin. Cho'ychak maymun bilan chekatga. Burungi zamonda yovvoyi hayvonlarning hammasi gap qila oladi ekan. Chekatga etizliqda yashaydi ekan. Maymun bu yerni talash qilib kelib chekatkiga. Sen degan kichik bola, sen tog'da yashashing kerak. Men bo'lsam cho'ng odam, men etizliqda yashashim kerak. Debdi. Mening ota-bobolarimcha meni mush etizliqqa tuqqan. Men mush etizliqda yashayman, toqqa bormayman. Debdi chekatga. Sen gapimga ko'nmasang, ikkimiz urushib boqayli. Kim nochi bo'lsa shu etizliqda yashaydi. Debdi maymun. Chekatga ma'qul deyishga majbur bo'lib. Urushsak urushayli, tushdan keyin kelinglar. Deb javob beribdi. Atsi tang amtila yo'rg'an chaqda maymun hasni ko'tarib tog'dan tushib ketdi. U etizliqqa kelish bilan chekatkiga. Senlar qayerda? Tez kelishmamsan, deb varqirabdi. Chekatga maymunga. Hozirgi chog'da shabnam ko'p, men urushmayman. Kun chiqqandan keyin ondan chiqaman, deb javob beribdi. Birdamdan keyin kun chiqib chekatkalarning badallariga shabnam qurib bo'pti. Bu vaqtda chekatga maymunni tovlabdi. Maymunning qo'shini etizliqqa to'lib ketibdi. Hozir urushamdi, debdi maymun chekatkiga. Kelsang kelmamsan, deb javob beribdi chekatga maymunga. Chekatga birla sakrab maymunning burniga qo'nyapti. Boshqa bir maymun buni ko'rib, "Adosh, burningga bir chekatga qo'nyapti. Sen qimirlama, men urib o'ldirib yetay", debdi-da, kaltakni ko'tarib yiliq chekatga qo'nib olgan maymunning burniga bir urib tikan. Chekatga alla-buralla uchib ketib, kaltak yiliq maymunga tegibdi. Uning burunlari yonjilib, ko'zlari chochrab chiqib, shu yerda o'libdi. Chekatkilar yana maymunlarning beshida u yoqdan bu yoqqa sakrab yuribdi. Heliqi maymun chekatkini urman deb maymunlarni uraveribdi. Oxirida maymunlardan faqat birsili qoldi. Chekatkilardan birsimu yoridor bo'lmabdi. Chekatga maymundan: "Sen tog'da yashamsan yoki tog'dan tushib etizda yashamsan? Qani kimni ochgan?" deb so'rabdi. Maymun intayin xijil bo'lgan holda: "Men sendan qo'rqdim, tog'dan tushmayman", debdi. "Sen tog'da turishni xohlamsan yoki etizlikda turishnimi?" deb so'rabdi chekatga yana. "Men sen turib qo'ydim, men etizlikda turmayman", debdi maymun. Shunga hozir maymunlar tog'da, chekatkilar etizlikda yashaydi ekan. Omoqlarim, bu cho'chakdan nimani his qildinglar? Bu cho'chakdan olgan o'zqonglarni undidarda men bilan o'rtoqlashni unutib qolmanglar bo'lamdi? Undaqda oxirida dillallar hadanglarga agishib, tuvandiki balalar qo'shqini o'gininglarchi? Balalar qo'shqi kim yozdi? 1, 2, 16. 16ni kim yozdi? Qalam bilan men yozdim. Ishonmasang qarab baq, cho'ng akamdan so'rab baq. Omoqlarim, yana bir qitim takrorlab beray-a. 1, 2, 16. 16ni kim yozdi? Qalam bilan men yozdim. Ishonmasang qarab baq, cho'ng akamdan so'rab baq. Kech bo'lib ketibdi do'stlar. Hammasi bugun bo'ldir uxlanglar. Totliq tushlar sizlarga ma'ruf bo'lsin.